Shuncha vaqtlar ham o'tdi. Yana Black ham o'ldi. To'xtaylik, kanalga obuna bosib qo'ydinglarmi? Biz sizlarga shuncha qiynalib video qo'yamiz, o'shancha kamga like va obuna bosib qo'yinglar. Bunaqani ketdi. O'z mening qasrim bor, askarlarim bor, o'zimni shahrim bor qilib. Xalqim ham yaxshi. Hammasini yangiladim. Ko'rishni. Mana bu kim endi bu? Voy, bu yerlar kimga qarashik. Voy. Voy, bu yerlar kim qarashik. Hozir boshqa suxonali odamga o'xshatdi. Skinda. Kim bu endi bu? Niki? Uxolmayapman. Ismi nima bu bola? Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr kechirasiz. Bu qasr kimga tegishli? Aytib bera olmaysizmi? Bu meni qasrim. Men bu yerda qiroliman. Xalqim bor. Axir bu yerlar Janob Blackga tegishli edi-ku. Janob Black o'lgan. Voy. Rostdan. Ha. Sen kimsan o'zi? Men Janob Blackni tanish edim. Yomon bo'pti-da. To'g'rirog'i tanish emas, uni tanirdim. Unga o'xshashga harakat qilardim. Qasr ham boshqacha edi, bu yerda yo'llar ham boshqacha edi. Men hammasini qurib o'zgartirdim pulim bilan. O'tganlar yomon bo'pti-da. Essiz. Mayli, siz o'zi kim bo'lasiz? Menmi? Janob Black menga yordam bergan boshida. Xo'sh. Undan keyin To'xtangchi. Ruxsat bersangiz saroyingizga kirib, shuni gaplasha olardik. Mayli, yuring. Askarlar, bunga tegmanglar. Voy. Nima o'zgarib ketibdi-ku? Ha, o'zgarib ketgan. Undan boshqacha qasr edi. Yerda gaplashamiz. Yuring. Mana. Juda ham go'zal manzara. Ha. Xo'sh, endi gapirib beringchi. Birinchi men o'zim bomis bo'lganman, kambag'al bo'lganman. Xo'sh. To'g'risini aytsam, mening dushmanim bitta Said Bro degan bolani ko'rib qolganman. U menga yovuzlik qilgan, men masxara qilgan. To'xtang. U bola emas, u qirol edi-ku. Said Broni tanirdim. Lekin Lord edi. Dushmanlarni, odamlarni xo'rlab, shuna qilardi. Men birinchi uni yordamchisi bo'lganman. Ya'ni askar sifatida ko'rganman. Oddiy, men o'zi 2000 pulim bo'lgan. Xo'sh. Men bilan yasaganman, bir ancha kun bilmaganman. Namoz o'qiganman, namoz qilamiz degan. Undan keyin shu bilan bitta askarni o'zi o'ldirgan bo'lgan, kapitanni. Xo'sh. Kapitanni, ya'ni kimdir o'ldirdi. Shu bilan hammasini menga to'xtab, men qilishim bor bo'lgan. O'shani sen o'ldirgansan buni, bu istiq deb menga to'ngagan va shu bilan urush bo'lib ketgan. Shu bilan men kechqurun bo'lgan. Men ana narsa qilganman. Askarim bo'lmagan, oddiy odam bo'lganman. Uni askarlardan foydalanganman, sotqinlik qilgan bir askarlar. Shu bilan zayn bo'lgan. Shunaqa bo'lganda uzoq gap yana. Hammasini keyinroq aytib beraman senga. Janob, lekin Said Bro oldin yaxshi odam edi. Nahotki shunchalik hammasi o'zgarib ketgan bo'lsa? Sizni qanday qilib tanimadim? Siz qachon keldingiz? Qanday qilib men shunchalik quruq qoldim? Ancha yil bo'ldi. 5 yildan oshdi. Bu qasrda o'tirganimdan ham 1 yildan oshib ketdi. Bu joylar juda ham o'zgacha edi. Qorning ochmi? Agar xohlasang ovqat beraman senga. Qornim yo'lda. Mayli, yo'lda salgina charchagandim. Yur, oshxonaga.
Bu yerlar umuman boshqacha edi. Men Said Buroni ham, Janob Blackni ham tanidim. Janob, men Neredesan? qilib qoldim boyagi joyda. Yur, ortimdan yur. Shu yerda o'tirib yeb olsak bo'ladimi? Mayli. Oshxona biroz ziyorat, so'ng oyog'im chazab qolishi mumkin. Oy, qanisan? Tushib ketdim. Tashiymi? Ovqat qorni ochgandir. Eshik ostam. Ol. Rahmat janob. Sen ovqatdan ol. Men qarashim kerak, ishlarim ko'p. Hop. Bo'ldim ovqatlanib. Ha, bo'ldim, rahmat. Mana ikkita savol qoldi. O'zingdan turursan. Mayli, rahmat. Janob, sizning qirolligingizda o'zimni orujalarimni kiyib yursam bo'ladimi? Mayli, bemalol. Buni o'zi aslida bir paytlar janob Black hadya qilgandi. Askar bo'lganmisan sen, soldatmi? Ha, uning sarkardasi edim. U bilan anchagina yurishlar qilgandik. Anchagina yerlarni bosib olgandik. Biz bilan Said Buro ham bor edi. Lekin u bizga xiyonat qilgandi. Bir kuni xiyonat qilib ketdi. Siz o'zi yaxshi askar edi, yaxshi jang qilardi. U bilan ko'p yelkama-yelka turib jang qilganman. Lekin negadir uni boshqa narsa, boshqa yo'lga chorladi. Ya'ni boylik. U shunaqa bo'ladi. Hozirgi dunyoda boylik hammasini hal qiladi. Keyinsi nima bo'lgan? So'ramang, anchagina ko'p narsalar bo'lgan. Bitta gapirib berishga toqatim yo'q. Ha, mayli yur. Xo'jasin, meni qilishingni qanday ursasan? Ko'rsatsin. Hozir. Mening nayzam bor. Qilichim bor. Mana qilichim. Buni ham o'sha janob Black bergandi. Qarang. Mana qora. Bittada bilsa bo'ladi. Lekin ustimdagini aynan janob Black yasatirib, maxsus men uchun tayyorlatgandi. Yur, mas qilasan. O'zingizni ustingizdagilar qayerdan? Men o'zim ishlab, o'zimni yasayotgan odamim bor. Yaxshi. Yur, Mas qilsam bo'ladi. yurgan. Oy, adashib ketdim. Deydi. Allah bilet har xil bo'ladi. Bir xil payt issiq, bir xil payt yomg'ir bo'ladi. Oldin xatoyim odatda issiq bo'lardi. Men g'olasan. Albatta. Bemalol mashq qilaman. Bir xil so'yasing ko'raysan. Voy, ana shular ekansan. Mana askarim sarkarda bo'lasanmi? Ya'ni kapitani bo'lasanmi? Lekin bitta kelganimdan o'tishingiz mumkin. Shunday ko'rinadi. Yaxshi shular ekansan. Balki otishimni ham ko'rasiz. O, молодец. Mana ekansan.